voy o'zim o'rgilay nabiramdan. Unchayam shirin bo'lmasa, xuddi o'zingga. Voy asalim ey. Men ham tug'ilganda shunaqa shirin bo'lganmanmi? Judayam shirin bo'lgansan-a. Juda qiynagansan meni. Jonim. Voy jonim. Eson-omon bag'rimga oldim. Opajon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Rahmat. Xudo xola charchamadingizmi? Charchaganim yo'q qizim, charchaganim yo'q. Mana chaqaloqni qo'rdoqlarini ham o'tkazib oldik. Ha, juda chiroyli o'tdi, ha? Ha. Xudoga shukr. Lekin siz hech narsa yemadingiz. Yarim kosagina mastava olib chiqsam, ichib olasizmi, opajon? Yo'q, hozir emas. Bir pastirib, xo'p? Voy, Xudo xolam qo'llarini o'ynatib shunaqa shirin qo'rdoq qilib chiqibdilar. Bo'lmasa, hali olib chiqaman, opajon. Xo'p. Xudo xola charchamanglar. Bu narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Xo'p, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. O'zining yana qiz tuqqaningga xursandligini qara. Menga qara. O'zsin. Baribir o'zsin-da. Ehtiyot bugun u bilan muomalada. Oyi, bu nima deganingiz? Va eshitib qolsa xafa bo'ladi. O'zini unaqa ichqora ayol emas. Sen qayoqdan bilasan? Ich qoramas deysan? Buni vaqt ko'rsatadi. Xo'p, oyi, xo'p. Mayli. Nabiramni umri uzoq bo'lsin-a. Qizdir, o'g'ildir. Allohim bergan ne'mat. Shukr. Qizing. Men biroz mehmonlar bilan o'tiray. Xo'p, oyi. Tushundingmi gapimni? Xo'p.